Bismillahirrahmanirrahim. Mana detskiy stollarimiz tayyor bo'ldi. Bog'chalarga, uylarga, bolajonlarga. Old qatori germantik materialda, orqa qatorida moshi materialda. Stollarimizni joy yonida oldida kechaklari bor, baquvvat holatda ishlangan. Orqa tarafda esa lola posandek stollarimiz hamyonki kraskalarda, moshi materialda. Ham baquvvat holatda ishlangan. Stolimiz tag qismi joy yonida ikkita kechak, old orqada ikkita, sedinan tagida ikkita kechak, to'rtta bo'lgan ekan. Xudo xolasa baquvvat holatda ishlangan. YouTube kanalimizda Telegram silkasi bor. Oldingi qilingan ishlarda rasmlar tashlangan. Ko'rib ranglarni, svetlarni yoqtirib zakaz bersanglar, xudo xolasa baquvvat holatda tayyorlab beramiz. Andijon shahar, Andijon tuman Yangi Obod qishlog'idan usta bola.